Bizga ham o'rgating degan savollar ko'p kelgani uchun shu ko'ylakni videoda o'rgatmoqchiman. Andozasini Telegram kanalimga joylab qo'yganman. 6 oylikdan 10 yoshgacha razmerlari bor. Andozadagi faqat koket qismi bo'ladi. Etaklarini, yenglarini o'z xohishingizga qarab bichib olsanglar bo'ladi. Zborka uchun shu lapkadan foydalandim. Etaklariga va yenglariga zborka berib olamiz. Aynan shu lapka yubka matolari uchun zborka berish uchun ishlatiladi. Keyin eng birinchi yenglarni ulab olamiz. Yenglari tikib bo'lgandan keyin faqat bitta yon tarafini tikib olamiz. Bitta yonchoqini tikib bo'lgandan keyin kiyimni ochib, unga etagini ulab, ikkinchi yonchoqini ham tikib olamiz. Etagini overlock qilib olamiz. Bo'yin o'yindisi uchun 3 cm lenta kesib olamiz. Lentani tortib, bo'yin qismiga ulaymiz. Bo'yin o'yindisiga 0,1 cm chok beramiz. Etak qismini 0,5 cm da qayirib tikib olamiz. Yeng qismlarini ham 0,5 cm buklab tikib olamiz. Hamma tarafini tikib bo'lgandan keyin dazmol qilamiz. Aynan shu andozadan kichkina qizchalar uchun oqshom liboslari ham tiksanglar bo'ladi. Tayyor andoza bilan ishlash har doim oson. Videoni tikuvchi tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ko'ylagimiz tayyor. Andoza kanalimga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, lichkamga yozishingiz mumkin.